بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس مضاف ومضاف إليه. Arkadaşlar 5. dersimizde öğreneceğiz noktalık asaslık gramatika mudaf ve mudafun iley. Yani mudafun iley degan arab tilidagi bir birikmaning nomi. Birikmaning nomi. Bu birikma ikki so'zdan birikkan bo'lib, farqlantirish usuli ikkinchi so'zning ma'nosiga ning qo'shimchasi qo'shiladi. Shakl jihatdan ikkinchi so'z zir o'qiladi. Birinchi so'zga, birinchi bo'lakka alif lam kirmaydi va tanvin kirmaydi. Yuqoridagidek alohidliklarga ega bo'lgan ikki so'zning birikkan birikmani biz mudof va mudofun ilay deymiz. Masalan, kitabut talibi. Kitabut talibi. Bu muzofun ilaylik birikma. Buningdagi kitob mudof, at-talibi mudofun ilay deb qaraladi. Bayatni so'zlagan buning belgi alomatlarini bu yerda tatbiqlagan vaqtimizda tarjima jihatda ikkinchi bo'lakning tarjimasiga ning qo'shimchasi qo'shildi. Masalan, o'quvchining kitobi. Shakl jihatda ikkinchi bo'lak zir o'qiladi. Kitabut talibi. Undan keyin birinchi bo'lakka alif lam kirmaydi. Al-kitabut talibi degili bo'lmaydi. Cho'qim kitabut talibi keladi. Undan keyin yana birinchi bo'lakka qo'sh harakat kirmaydi. Masalan, kitabut talibi. Kitabun deb qo'shilgan. Yuqoridagidek alomat belgilarini o'ziga mujassamlashtirgan va ma'nini o'z ichiga olgan birikma mudof, mudofun ilaylik birikma deb ataladi. Bugungi darsdagi muhim nuqtali grammatika shu mudof, mudofun ilaylik birikma. Buni yig'inchoqlab idofatlik birikma deydi. Yuqoridagi nuqtali grammatikani tushungan bo'lsak, dars boshlashdan ilgari yangi so'zlarni bir qur o'qib tarjima qilib o'taylik. Al-kalimatul jadida. Ar-rasulu, al-ka'batu, al-ismu, al-ibnu, al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, ash-shari'u, mughlaqun, tahta, hunaka. Ar-rasulu, rasul, Allah'ın rasuli, enehteki rasul, elçi, peygamber degan ma'noda. Al-Ka'ba, Ka'ba hammalarga turishliq bo'lgan, haramga joylashgan Ka'ba, Baytulloh. Al-ismu, ism. Al-ibnu, o'g'il yoki bola. Al-ammu, dada tarafdan bo'lgan tog'a. Dadaning o'g'il bir tuqqanlari aksi yoki uksi am bo'ldi. Al-khalu ana tarafdan bo'lgan tog'a. Ya'ni ananing o'g'il bir tuqqanlari aksi yoki uksi al-khal bo'ladi. Al-haqiba sumka, as-sayyara mashina, ash-shari'u ko'cha, mughlaqun taqoqliq etilgan, tahta osti, hunaka awyer. Endi hunaka awyer deb tarjima qilindi. Agar hunaka jumlaning beshida kelib qolsa, bar degan ma'nosi bor. Saqlashlar yangi so'zlarni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin darsni boshlasak bo'ladi. Boshlashdan ilgari men dialogni bir qitim o'qib, tarjima qilib, yuqorida so'zlagan grammatikalarni bir tahlil qilib chiqaylik. الدرس الخامس. كتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا، هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على المكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. Başını kellaydi. Yasir,
Bu Muhammadning kitobimi? Arab tilidagi ya sirdagi ya Uyg'ur tilidagi chaqiriq harfi. Endi Uyg'ur tilida ko'pincha chaqiriq harfi oshkora tarjima qilinmasdan balki intonatsiya orqali ham ifodalanadi. Masalan, yasir demasdan yasir deb intonatsiya orqali ham ifodalanadi. Yasir bu Muhammadning kitobimi? Bu jumladagi mun ifodalasa kitobi Muhammad izofatlik birikma. Mudof, kitob mudof, Muhammad mudof ilay, Muhammadning kitobi degan ifodada. Shu kitobga qo'sh harakat kirmaydi. Undan keyin Muhammad zir qiladi. La, hada kitobu Hamidin. Yo'q, bu Hamidning kitobi. O'rindagi hada ega kitobi Hamidin degan jumla xabar bilak izofatlik birikmadan shakllangan bo'lak bo'ldi. Ya'ni kitob mudof, Hamid mudof ilay. Shunga Hamidni zir qiladi, kitobi qo'sh harakat kirmaydi. Ayna kitobi Muhammadin? Muhammadning kitobi nada? Huwa alal maktabi hunak. U yerdagi ustal ustida. Ayna daftaru Ammarin? Ammarning daftari qani? Daftaru mudof, ya'ni Ammar mudof ilay. Bu o'xshashlar izofatlik birikma. Huwa ala maktabil mudarris. U o'qituvchining ustida. Yani maktabi mudof, al-mudarris mudof ilay. Bu izofatlik birikma. Bayatdan Muhammadin Ammarın qo'shib qilibdi, al-mudarrisi qo'shib qilmabdi degan savol tushib qolsa, biz oldingi darslarimizda o'tgandek ismga alif lam kirib qolsa, buning harakati taq harakat bo'ladi. Qalamu man hada ya Ali? Ali, bu kimning qalami? Men kim degan ma'noda, qalami uni mudof bo'lg'achqa, menga ning qo'shimchasi qo'shilib, kimning qalami? Hada qalamul mudarrisi, bu o'qituvchining qalami. Ayna haqibatul mudarrisi? O'qituvchining sumkasi qani? Hiya tahtal maktab. U ustal ostida. Ya'ni o'xshashlar tahta, bu yerdagi mudof, al-maktab mudof ilay. Endi o'quvchilarning kalasiga mendaq bir savol kelishi mumkin. Mudof ilaydagi ikkinchi bo'lak, ya'ni mudof ilay bo'lak zira qo'yadi. Qalamu man hada degani qalami mudof, man mudof ilaylik birikma. Ammo men bir qilmabdi degan savol tushib qolsa, arab tilidagi so'zlar ikkiga bo'linadi. Mu'rab, ya'ni o'zgarishchan Arab uning zivar pash zir o'qilganligi aniq bilinib turadigan ism mabni qatqan. Buningga pash zivar zir kelganligini belgilab bo'lmaydigan ism. Men dal qatqan mabni ism bo'lg'achqa buning zivar o'qilganligi ma'nisi tilam gavdlanadi, shakl jihatda gavdlanmaydi. Tamarin ko'nikmalar. At-tamrin al-awwal birinchi ko'nikma ajib anil as'ilatil atiyya. Tövəndəki suallara cavab verin. Yuxarıdakı dialoqni oxuyub, yadlab, özləşdirgəndən keyin tövəndəki suallara şu dialoqның məzmununa qarab turub cavab versək buladı. Məsələn, birinci sual: Ayna kitabu Muhammad? Ayna kitabu Muhammadin? Muhammadning kitobi nerede? Dialoqda nə deyilgan bolsa, şu cavab versək buladı. Dialoqda nim deyilindi? Alal maktabu hunak dediği şundamı? Huwa alal maktabi hunak deb javob bersak bo'ladi. Va qolgan savollarga shu tariqada javob bersak bo'ladi. Ikkinchi ko'nikma adif al-kalimatul ula ila thaniya. Birinchi so'zni ikkinchi so'zga muzof qiling deyotdi. Yuqoridagidek izofalik birikma shakllantirib. Masalan, kitob Muhammad ikkisini biriktirsak, nima bo'ladi? Kitabu Muhammadin. Muhammadning kitobi. Maktab al-mudarris ikkisini biriktirsak, maktabul mudarrisi. Qolgan shakllarning hammani shu bo'yicha biriktirsak bo'ladi. Masalan, buni uchun birini qilib bersam, qalamun hamidun. Ikkisini biriktirsak, qalamu hamidin. Hamidning qalami. Miftahun al-baytu. Miftah ochqu, al-bayt uy. Yani uyning ochqisi uchun miftahul bayti. Mana bu shaklda qolganlarini o'zimiz biriktirib chiqsak bo'ladi, ha? At-tamrin al-thalith. Uchinchi ko'nikma iqro va kutub ma'a zabt awakhir al-kalimat. So'zlarning oxirini qoidaga solish bilan o'qib yozing. Oxirini qoidaga solib degani biz boyatdan azroq askarchib o'tgan muzofillaylik birikmadagi muzofillaylik bilak zira qulda emasmi? Agar ashto bilak bo'lib qolsa, siz buni ozmasdan zira o'qing. Diqqat qilgan yana bir nuqta, alif lam kirib qolgan ismlar taq zira o'qiladi, alif lamsiz ismlar qo'sh zira o'qiladi. Diqqat. Babul madrasati, himarur rajuli, baytu hamidin.
seyyaratul mudiri mindilu ammarin ismut talibi beytullahi fi kitabillahi min beytil mudarrisi ala mektebil mudir. Endi yuqoridagi o'qigan so'zlar ichidagi oldi qo'shimchalar kelgan. Masalan, fi kitabillah, min baytil mudarris, ala maktabil mudir degandek biriklarda oldiga kelgan fi, min, ala qatorliq oldi qo'shimcha harflar muzaf ilayning birinchi bo'ligiga ta'sir qiladi. Ikkinchi bo'ligi aslidagi o'z peti sir o'qilaveradi. To'rtinchi ko'nikma, iqro, o'qing. Ham to'ndagi jumlalarni boshdan oxir o'qib tarjima qilib chiqaylik. Men 3 jumlani o'qib tarjima qilib qo'yay. Qolgan jumlalarni sizlar o'zingizlar o'qib tarjima qilib boqinglar. Ayna baytul mudarrisi huwa ba'idun. O'qituvchining uyi qayerda? U yiroq. Ikkinchi jumla. Bu jumlada o'xshashlar bayt mudaf, al mudarris mudaf ilayhi, al mudarrisi sirq bo'ladi. Al Qur'anu kitabullah. Qur'an Allohning kitobi. Qur'an mudaf, Alloh mudaf ilayhi. Kitabullahi. Üçüncü cümle. El-Ka'batu beytullah. Ka'ba Allah'ın üye. Vaxtında beyt mudaf, Allah mudaf ilayhi. Qolgan cümlelerini şu boyunca astoydil o'qib, tarjima qilib, mashq qilaylik. 5-chi ko'nikma. Kawwin jumlan mufidatan bimal'il faragh fi ma yali. Tendagi bosh o'rinni toshqozish orqali mazmunliq jumla tuzing deyotdi. Masalan, birinchi ko'nikmada bosh o'rin al-bayti muqlaqun. Mandaganda uyning ma'lum narsa taqoq. Uyg'urcha tasavvur qilsak, uyning nimasi taqoq bo'ladi? Albatta, ishq taqoq bo'ladi, deriz taqoq bo'ladi. Shundaymi? Unda o'z deb taqayli. Uyning ishqi deyish uchun cho'qim babni uyning oldiga kelishimiz kerak. Babul bayti muqlaqun. İkinci misal. Ayna boş o'rin as-sayyarati. Ya'ni mashinaning mandaq narsa nerede? Evet, mashinaning nimasi nerede oldu? Ochqisi degandek. Ochqini nima deydik? Miftah. Adaganda mashinaning ochqisi deyish uchun miftahni oldida asrini keyinda muzaf bilan shaklda miftahus sayyarati deymiz. Qolgan jumlalarni o'zingizlar muvofiq shaklda to'ldirib jumla tuzib boqinglar. 6-chi mashq Töndeki qurilmalarni to'g'rilang deyotdi. O'qib boqaylik. Al-qalamut talibi. O'quvchining qalami. Bu biz yuqorida muzaf ilayning bayonida so'zlagan qaysi qoidaga xilofdi? Mudofqa alif lam kirmaydi. Al-qalamga alif lam kirib qolibdi. Mana bu yerdagi alif lam xato. Ikkinchisi, babus sayyaratu. Bu muzaf ilayga qaysi qoidaga xilofdi? Mudaf ilay degan bilak zir o'qiladi. Bu yerda pasha qilib qolibdi. Buni zir o'qish kerak. Babus sayyarati. Bintu Hamidun. Bu qaysi qoidaga xilof? Ya'ni mudaf ilay bilak pisha qilib qolibdi. Zir o'qilish kerak. Ar-Rasulullah. Allohning rasuli. Bu yerda qaysi qoidaga xilof? Ya'ni muzafqa alif lam kirmaydi. Ismul valada. Qaysi qoidaga xilof? Mudaf ilay zir o'qilishi kerak edi. Ibnul mudarrisi. Bu xato emas. Ibnun al-mudarrisi deb o'qilib qoldi. Ibnun al-mudarrisi bo'lsa, qaysi qoidaga xilofdi? Muzafqa qo'sh harakat kirmaydi degan qoidaga xilof edi. 7-chi ko'nikma. Har qanday bir ismning oldiga chaqir qarib ya kirsa, agar u ism yolg'iz ism bo'lib qolsa, taq pesh o'qiladi. Agar muzaf ilaylik ism bo'lib qolsa, zavar o'qiladi. Masalan, tenda ya Muhammadning oldiga yani qo'shirdik, ya Muhammadu. Ustazu oldiga yani qo'shirdik, ya ustazu. Khalidun oldiga yani qo'shirdik, ya Khalidu. Waladun oldiga yani qo'shirdik, ya waladu deb o'qildi. Endi o'tida iqro maktub ma'azab tavaxiril kalima. Tundagi so'zlarning oxirini qoidaga solish orqali o'qib yozgan. Hozir so'zlagan qoidani moslashtirsak bo'ladi. Masalan, Aliyunning oldiga yani qo'shsak, ya Aliyu. Abbasun oldiga ya qo'shsak, ya Abbasu. Shaykhun ya shaykhu. Ya rajulu. Ya ammaru. Ya doktoru degandek,
اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. Tövendeki misalni o'qing, undan keyin suratni ko'rsatib turib, shunga o'xshash savol tuzing deyapti-da. Bizga bergan misol kitobni ko'rsatib turib, kitobu man hada deb. Bu kimning kitobi? Endi shunga o'xshash qog'ozini tuzib baqsaq, men birini tuzib qo'y. Qalamu man hada. Bu kimning qalami? Mushu bo'yicha qog'oz shakllarida savol tuzsak bo'ladi. Endi 9-si. 9-ko'nikma bizga ism va ibn degan ikki ismning normal jumlada ishlatilishini shuni. Qarab boqaylik. Ismul valadi Muhammad. Balaning ismini o'xshatib muzob shaklda ismul binti Zaynab. Qizning ismi Zaynab. Ismul mudarrisi Hamid. Mudarrisning ismi Hamid. Masmul mudir. Mudirning ismi nima? Bu shu bo'yicha ishlatsak bo'ladi. Ham ibnu degan o'g'li deganmanda ibnu Xolid fil madrasa. Xolidning o'g'li maktabda. O'xshashlar mudof ilaylik. Mana qolgan shakllarni shunga o'xshash. Undan keyin diqqat qilish tegishli bir nuqta. Ibnu deganning oldidagi hamza vasli deb ataladi. Yani hamza vasli deganimiz oldida bir ism kelib qolsa qo'shib o'qiladigan. Masalan, bayatning misolda ismul valadi Muhammad vasmul binti Zaynab. Vasmu deb ismoning oldidagi hamzani qo'shib bilan vasmu deb o'qiymiz, ha. Undan boshqa ismul mudarris Hamid masmul mudir deb o'tirib hamzani talaffuz qildik. Ibnuda o'xshashlar. Ibnu Xolidin fil madrasa va ibnul Xolidini ibnning oldidagi hamza vasli talaffuz qilinmayla, bu bilan bevosita qo'shilib o'qiladi. Ibnul mudarris fil fasli ayna ibnul mudir degandek. Amdavada iqra mayali muraayan qavoida nutqi hamzatul wasli. Töndekilarni hamza vaslining talaffuz qoidasiga rioya qilib o'qing. Masalan, hamza vaslini 5 takasi talaffuz qildik, ammo uning 5ida bir harf kelib qolsa qo'shib o'qiydik. Yani hamza vasli talaffuz qilinmaydi. Shunga siz o'qib boqaylik, birinchi ikkinchisini o'qib beray, ha. Ibnu Muhammadin fil Iroq. Muhammadning o'g'li Iroqda. Va ibnu Hamidin fil Hind. Nima? Va ibnu deb ibn nomidagi hamza talaffuz qilinmasdan o'qiladi. İkinci cümle. Harajatnu tabibi minal bayt. Harajatnu. İbnning oldidagi hamza o'xshashlar va talaffuz qilinmasdan oldidagi so'z bilan qo'shilib o'qildi. Qolgan jumlalarni o'zinglar o'qib mashq qil.